Kitobsiz taraqqiyotga, yuksak ma'naviyatga erishib bo'lmaydi. Kitob o'qimagan odamning ham, millatning ham kelajagi yo'q. Davlatimiz rahbarining bunday haqli fikrlari va tashabbusi yurtimizda barchani birdek kitobxonlikka chorlamoqda. Elimizning mutolaa madaniyatini yuksaltirishga bugun davlat darajasidagi vazifa sifatida e'tibor berilmoqda. O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida o'tkazilayotgan Respublika kitobxonlik haftaligi ham shu maqsadga qaratilgan. Viloyatimizda ham haftalik doirasidagi ma'rifiy tadbirlar, adabiy kechalar, shoir va yozuvchilar bilan uchrashuvlar tashkil etildi. Marhamat tumanidagi zamonaviy axborot kutubxona maskanida serqirra ijodkor Havasxon Qamchiyevaning Men yig'lagan oqshomlar nomli yangi kitobining taqdimoti o'tkazildi. Ushbu kitob taqdimotiga tumanimizning tuman hokimligidan she'riyatga oshno o'quvchi yoshlar ham shoiramizning opa-singillari, sinfdosh do'stlari, yor birodarlari kelishdi. Ushbu tadbir juda ham ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi, chunki opamiz har doim oddiy usulda aholining barcha qatlamlariga qalbiga kiradigan tarzda yozganligi uchun hammaning qalbidan o'rin oldi deb o'ylayman. Tuman axborot kutubxona markazimizda 310 mingdan ortiq kitob fondiga ega. Bundan 24.240 tasi bosma kitoblarni tashkil qiladi. Bugun Marhamat tumanida juda ham kitobsevar kitobxonlarimiz ko'p. Hozirgi davrda bizning 14 mingdan oshiq kitobxonlarimiz bor. Bu ko'rsatkichlar nimani ko'rsatadi? Chunki Marhamat xalq ham har doim kitobni sevib o'qiyotganidan dalolat beradi. Bugun Respublikamizning barcha hududlarida 5-respublika O'zbekiston kitobsevar millat shiori ostida kitobxonlik haftaligi o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ushbu kitobxonlik haftaligida turli xil davra suhbatlari, kitobxonlik anjumanlari, yangi kitob taqdimotlari, davra suhbatlari, adabiy kechalar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Ijodiy muloqot avvalida so'z olganlar ma'naviyat fidoyisi Havasxon Qamchiyevaning doimo tumanda eng tashabbuskor va shijoatli ayollar qatorida ekanligini, aholining tafakkurini oshirishga bag'ishlangan anjumanlarda, oilalar mustahkamligiga erishish istagida olib boriladigan targ'ibot ishlarida o'zining to'g'ri yondashuvi hamda mazmunli fikrlari ifodasi bilan ajralib turishini ta'kidladilar. Havasxon Qamchiyeva Qirlardagi qizg'aldog'im, Qalbim gavhari she'riy to'plamlari va ko'plab hikoyalar orqali o'z o'quvchilarini topdi. Uning ijod namunalari Ozarbayjon, Turkiya, Hindiston, Amerika, Malayziya, Indoneziya kabi davlatlar nashrlari va internet saytlarida ham e'lon qilingan. Men yig'lagan oqshomlar nomli hikoyasi ham xorijiy tillarga tarjima qilindi. Bu insonning bitta kitobini juda ham yig'lab o'qiganman, ya'ni Men yig'lagan oqshomlar. Bu kitobni ingliz tiliga tarjima qilayotgan paytimda tunlar bilan yig'lab tarjima qilganman, to'g'risi. Bu insonga shundan keyin yana ham boshqacha havas bilan qarashni boshlaganman. Mehrim bo'lakcha. Sizdek ustozni shogirdi bo'lganimdan juda ham xursandman. Bu bilan faxrlanaman. Ilohim sizni martabangizga yetib yurishlik biz yoshlarga ham nasib qilsin. Havasxon opaning she'riy satrlari O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Sherali Jo'rayev, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Halim Jo'rayev kabi sevimli xonandalarimiz ijrosidagi yoqimli va go'zal xonishlarga aylandi. Shoiraning she'rlari bilan aytilguvchi qo'shiqlarga raqslar ijro etildi. Hozir sizlarga shoir opamizning she'rlaridan namunalar eshittiramiz. Dunyoda eng buyukdir onajonlar siymosim. Kech qolsak biroz agar kutar ko'zi to'rt bo'lib, kelgunimcha turarlar ming tirilib, ming o'lib. Tog' qirlardan oshsam ham onam tomon shoshaman. Keldingmi bolam desa dengiz kabi shoshaman. Shamoldek esmoqda, asta-sekin dunyo ham texnikaga to'lmoqda. Ajdodlar davridagi qani o'sha milliylik. Keling do'stlar birlashib, barchasini tiklaylik. Go'zal atlas ko'ylakni kiymaydi ba'zi qizlar, bozorga borib olib, kalta ko'ylakni izlab. Mana bugungi kitobxonlik tadbirimiz juda ham yaxshi kayfiyatda o'tdi. Mana ustozimiz Havasxon opa Qamchiyevani ijodiy kechasida kitob taqdimotida qatnashar ekanmiz. Mana Marhamat tumanida qadr oslagan
juda ham chiroyli. Kutubxonada shuncha kitobxonlar davrasida o'tirar ekanmiz. Haqiqatdan ham juda ham ruhlandik. Mana biz O'zbekiston Respublikasi Xalqaro adabiyot, san'at, madaniyat va ijtimoiy fanlar akademiyasining Butunjahon xalq ijodkorlar uyushmasi tomonidan ustoz Havasxon Qamchiyevaga tashakkurnoma bilan yetib keldik va o'sha tadbirni kuzatar ekanmiz. Haqiqatdan ham ayniqsa yoshlarimizni ko'zida kelajakka bo'lgan umidi, kitobxonlikka bo'lgan qiziqishlari va ijodkor yoshlarni o'zini ijod namunalari bilan shunaqa bir ruhlantirib qatnashdiki, albatta bu Marhamat tumanida hali ko'plab Muhammad Yusuf izdoshlari, buyuk ustozimizdek shoirlar hali chiqishda davom etar ekan deb umid qildik. Mana shu kutubxonani qurilishini o'zi ham mana shu yangi O'zbekistonimizda yangi kuniga bo'lgan ishonch va prezidentimiz tomonidan ajratilgan imkoniyatlarning bir namunasi deb o'ylaymiz. Samimiy muloqot yakunida Havasxon opaning ijod zavqi va ezgu istaklariga sherik bo'ldik. Mana tumanimizda bir qancha kitob tanlovlari bo'lib o'tyapti. Kitob taqdimotlari bo'ladi. Har oyda bitta kitob taqdimoti bo'ladi. Mana yosh shoirlarimiz, shogirdlarimizni, mana qolaversa katta mana o'zimizdan chiqqan katta shoirlar shu juda yaqinda bir kitob taqdimoti bo'lib o'tdi. Unda ham qatnashdik. Muhammad Yusufning tavallud kuniga bag'ishlab bo'ldi. Buning uchun men Marhamat tuman markaziy kutubxonasi xodimlariga, qolaversa uni rahbarlariga juda katta minnatdorchiligimni bildiraman. Marhamat tuman hokimligiga juda katta minnatdorchilik bildiraman. Meni shunchalik elga tanitishda, men shu kitoblarimni chiroyli bir nima deydi, haligi taqdim qilishda shu kutubxonachilarning juda katta roli bordi. Mana yaqinda o'sha markaziy kutubxonamizning ochilish marosimi bo'ldi. Shunda Toshkentdan mehmonlar kelishdi. Juda katta Navoiy kutubxonasining rahbari keldi. Shunda mana shu Zulfiraxon Davlatova qizimiz chiroyli qilib meni tanishtirdi. O'sha yerda kitob taqdimotim o'tdi. Men juda xursand bo'ldim. Mana bugungi kun ham juda chiroyli bo'ldi. Do'stlarim, dugonalarim, qolaversa shu tumanimizda meni e'zozlagan barcha opa-singillar qatnashdi. Do'stlarim qatnashdi. Bundan juda xursandman. Men bor kuchimni mana prezidentimiz aytmoqchi, bu kitob tafakkur xazinada. Shu tafakkur xazinani boyitishda o'zimni ozgina bo'lsa ham hissam qo'shishga harakat qilaman. Ilohim shu kunlarda chiroyli ko'rishlikda hammamizga nasib qilsin. Mana prezidentimiz biz uchun, ayollar uchun qancha ishlarga jon kuydirib, jonbozlik qilyapti. Biz ham o'shanga javoban javob qaytarishimiz kerak. Yana kitoblar yozib, yana o'sha kitoblarimiz chet ellarda targ'ib qilib, yana shu yangi roman, yangi kitoblarni, hikoya, she'rlarni yozishga harakat qilaman. Birinchi yozgan she'rlarim 1980-yilda O'xshatgum degan kitobcham chiqqan. Bunga Allohim rahmatiga olgan bo'lsin, Saida opa Zunnunova nima yozib bergan? So'zbosh yozib bergan. Shu men doim takliflab o'taman, shu 7-sinflarda o'qib yurgan paytimda juda og'ir kasal bo'lganman-da. O'sha og'ir kasal bo'lgan paytlarimda shu kasallanib turganimda endi 1 yil bo'lgan paytlari biz o'rtoqlar bilan Aravonda Chiliston tog'lariga chiqardik. Mana shu o'rtoqlarim bilan Chiliston tog'larida lola terardik, ya'ni qo'rg'oshin gul degan narsa bo'lardi. Shu o'rtoqlarim hammasi guvoh bunga. O'sha yerda men kasallikdan turganimga shu 1 yilcha bo'lgan edi. Lekin men tepaga chiqa olmay qolganman-da. Shu o'rtada qolib ketganman, bular yugurib chiqishib ketgan. O'shunda olislarga termilib, rosa olislarga qaraganimda qandaydir yuragimga bir tog'larga qaraganman. Qandaydir bir so'zlar kela boshlaganda, o'sha yerda boshlangan. Nima, bunday qarab tursam, bitta sormi yo to'rg'aymi, shunday o't qoyadan bu qoyaga o'tib qo'ndi. Uni men otini birga qo'ydim. Birga qo'ygan qoyalar qo'ydim. Shuna qilib so'z to'plashni boshladim. O'sha yerdan boshlangan birinchi she'rim. Keyin o'sha og'ir kasal bo'lib yotgan paytlarimda ichki terlama bo'lganman. Bilasiz qanaqa og'ir kasal u.
O'shanda shunaqa 3 kun koma holatda yotgan ekanman-da. Onam rahmatli tugagan ekan, gap eshitib doktorlardan biz dalaga chiqar deydi. Dalada ishlab yurganimda bunim qonaydigan bo'lib qolgan. Shunda qon ketib, shu og'ir kasal bo'lib qolganman. Shunda shu koma holatda yotganimda o'riklar endi sarg'ayib qolgan edi o'shanda. Hovli tomonda o'riklar ko'rinib turardi. O'sha xonadan qandaydir tashqaridan bir qo'shiq keldi-da. Men xuddi xayolimda ichimda aytayotgandek bo'lyapti o'sha qo'shiqda. O'sha qo'shiq orqali sekin ko'zim ochgan ekanman. O'shandan keyin bitta she'r yozganman. O'sha qo'shiq xuddi oldimda aytayotgandek bo'lganda. O'shanga atab bitta she'r yozganman yoshligimda. Birinchi o'sha she'rni haligi tog'da boshlagan she'rimdan keyin buni yozganman, lekin bu birinchi bo'ldi. O'sha she'rim hali mana u yoqqa 50 yil, 52 yil bo'lgan bo'lsa, 53 yil bo'lyapti. Haligacha xayolimda turadi, haligacha esimda turadi o'sha she'r. O'rtog'im bor edi, o'sha aytdi, haligi bitta she'r yozdim deysiz, ashuni qo'shiq qilibdi, eshitdim-da men dedi. Dedi, parvo qilmadim. Keyin ancha vaqt o'tgandan keyin televideniyadan shu haligi Navoiyni 555 yilligi bo'lganda o'shanda qo'yildi, o'shanda eshitganman. Endi o'sha haligi birinchi aytgan she'rimga keladigan bo'lsam, o'shani aytib ketmaslikda iloji yo'q. Yuragim qonidan siyohlar qilib, bayotlar yozsam kam kuylaringizga. Mo'rg'ak qalbimni poyandoz qilib, guldayin to'shasam yo'llaringizga. Siz menga hayotni berdingiz qayta, dardimga davo bo'lguvchi qo'shiqlar ayta. Baxtiyor etdingiz bir murg'ay qizni, tanamda toki jonim bor, unutmamsizmi deb bolalarcha hissiyot bilan yozilganda u she'r. O'sha hech qachon esimdan chiqmaydi. Masalan, rahmatli Sherali akani bir nimalarida ham ko'rishib qolganimizda o'sha she'rda doim she'rga shuni sizga atab yozganman deb aytardim, xursand bo'lardim rahmatli. Ko'p shogirdlarim, Husanov Abdurashid degan bola mana Polvontoshlik, u ham mana Milliy universitetga o'qishga kirib ketdi. Mana qolaversa Shahnozaxonda qator kitoblari chiqdi. Mana bu ham butun jahon xalq ijodkorlar uyushmasiga a'zo bo'ldi. Yana nimada Mushtariy degan shogirdim kitoblari chiqdi. Muslimaxon degan shogird qizim, hammasini kitobi chiqishiga o'zim harakat qilaman. She'ring to'plab ber, men chiqaray. Mana shu qizlarimiz ham chiroyli nimalarni kitoblarni nashr etildi. Lekin xursandman men shularga. Yosh qizlarning kitoblari chiqdi. Shu tuproqda yashayapmiz. Bizdan nimadir qolish kerak edi. Shu masalan biz ham o'sha Muhammad Ali, Oydin Hojiyeva, Muhammad Alidan saboq olganman, Oydin Hojiyevadan saboq olganman, Saida Zunnunovadan saboq olganman. O'shalarga ustoz deb yurganman. Bular ham endi o'sha bizdan ozginami, ko'pmi, ozgina saboq olsa, biz ham xursand bo'lamiz. Meni shogirdim deymiz, ko'rib qolsak, boshqa qilsak, xursand bo'laman. Shogirdlarni ko'rib. Hali yoshlarimiz ko'p. Mana kutubxonada ijod gulshani degan to'garagimiz bor. Mana hali endi jamlandi o'quvchilarda. Qaysi maktabga borsam, ustoz, men she'r yozishni yaxshi ko'raman deydi-da. Ne direktori shu o'quvchilarim bor deydi. Birgina mana shu 72-yildan 13 ta qiziqqan nima bor ekan. Hammasini jamladik, to'pladik. Farzandlarim bor, Allohga shukr. 5 ta o'g'limdan mana 13 ta nabira ko'rdim. Kelinlarim bor. Kelin emas, qiz deyman ularda. Nimaga? O'zimni qizim yo'qligi uchun ham menga hamma sharoit yaratib beradi-da. Masalan, men qornimni to'ydirib, choyimni ichib, bemalol kirib ijodimni qilaman. Oilangizda tinchlik bo'lmasa, aytadi-ku, haligi jamiyatda boyligi oilani tinchligi. O'sha oilam tinchligi uchun ham men bemalol qayerga borsam borib, o'sha ijodim bilan shug'ullanib, mana chet ellarda yursam ham ko'nglim xotirjam turadi-da. Nimaga? Uyda meni ishonganlarim bor. O'shaning uchun men birinchi o'rinda ayol bo'lib dunyoga kelganim bilan faxrlanaman. Chunki ayol baribir ayol ekanda. O'zi o'rningizni topish uchun ayol qancha zahmat bo'lsa kechasiz ekan. Lekin o'sha o'rningizni topganingizdan keyin o'zingizni baxtli his qilasiz. Mana men ko'p davlatlarda bo'lganimda, mana yaqinda Hindistonda bo'lganimizda, o'tgan yili Hindistondagi ayollarni kecha o'sha Hindiston yozuvchilar uyushmasining raisi Shaminas telefon qilib,
opa meni chaqirmading deyapti-da, qanday kelar eding, uzoq-ku desam, men senga videorolik orqali borardim dedi. Qaysi sohada bo'lsa ham o'zimizni mehnatimiz bilan, o'zimizni ijodimiz bilan, san'atimiz bilan qaysi soha bo'lmasin, javob qaytarishimiz kerak-da. Tek o'tirmasligimiz kerak. Ha, tinch va osoyishta kunlarimizga, dili pok niyatlari ezgu ulug' elimizga, obod va go'zal yurtimizga hech qachon ko'z tegmasin.